Assalomu alaykum. Yaxshi yetib keldingizmi? Ha, yaxshi. Qog'ozlaringizni ko'ring. Isrofilova. İsmingiz nima? Mahbura. Mag'firat. Tak. Nechinchi yilsiz? 71. 71. Xo'p, bu yerda priznik astroxondroz deb qo'yilgan. Arqa grija bor ekan, zadniy grija L5 bilan S1 orasida, ya'ni dumg'azada. Mana chiqib turgan narsasi. Ko'ryapsizmi? Bitar to'rtdan oqdi. Ko'ryapsizlar? Ichkari mana chiqib ketganda joyidan. Mana shu. Tak, bunda 5,6 mm, salkam 6 mm ekan. Tak, yana 4,5 tepasi 4,5 orasida ham protruziya bor ekan, 3,8 mm. Bu teparoqdagisi. S1 4,5. 4 bilan 5. No, asosiy ikkita. Keyin umurtqa shikastlangan, общий. Yillar davomida o'tirib qolgan. Yoshingiz hisobiga o'tirgan. Tushundingizmi? Ana endi menga mana xo'p bu qog'oz o'z yo'liga-ku. Qanday og'riyotganini tikka turib bir tushuntirib bering. O'rningizdan turingda, oyoq qo'lingiz bilan ko'rsating. Belim mana shu dumg'ozada. Mana shu bel qotib qoladi, og'riydi. Bu sonlar, oyoqda bu baldir. Oyoq uvishadimi tagi? Tagi uvishmaydi. Uvishmaydi-ya? Mayli, o'tiring. Hozir ko'rsataman. Mana hujam. Mana normalniy disk bo'lsa, mana bu ham normalniy. Bu joyidan chiqib ketyapti-da. Mana bu dumaloqda qalqa ichi. Yorilib ketyapti-da, teshikkulchaga o'xshab. İçidan mag'iz oqib chiqib, mana mag'iz mana bunaqa bo'lib ishib qolyapti. Orqaga qaytishga yo'l yo'q. Bu irida bu. Shuning uchun men mana bu umurtqa bilan mana bu umurtqani ikki tomonga tortaman, boya ko'rganingizdek. Arasi sal bo'shagandan keyin mana asta jonivor joyiga qayta boshlaydi. Tarang qilib tortib qo'yganini ko'rdingiz-ku? Bemor mana xuddi shuni hisobga qilmadim. Endi og'riq masalasida qarang. Mana ko'rinib turibdi, mana normalniy turibdi, bu ham normalniy turibdi, mana bu joyidan chiqib ketgan. Mana bu yerda turgan mana bu tomirlarning uyumini, mana bu ichida rosa ko'p tomir bor, bitta o'zi emas. Xuddi ana telefonli liniyada bo'ladi-ku, sariq ko'k ipchalar. O'shanga o'xshagan. Shuni bir ikkitasini qisib qo'yadi, devorga tarib. Shuning hisobiga mana bu og'riq paydo bo'ladi, qarang. Mana. Ko'ryapsizmi? Yonboshdan ketyapti, arqa bilan borib, belni ko'rsatyapsiz ham. Mana bunday ketyapti-da, oyoq uchigacha boryapti. Og'riq shu. Mana bu yerda grija bo'lganligi yozilgan. Oyog'imni uchigacha og'riydi, panjani. Barakalloh. Yotish muddati bu yerda belgilanmagan. Falon kuni tuzalib ketasan deb aytolmayman. Bunga balkim 5 kun ketar, balkim 15 kun ketar. Balkim 10 kun ketar. Ya'ni siz shikoyatim yo'q. Men mutlaq tuzaldim. Hamma joyim joy-joyida, avvalgidek holatga keldim degan kuningiz javob beraveraman. Shunga bizlar sharoitimiz ko'taradi, mana yotamiz mayli desangiz, yotqizaylik. Falon kungacha deb belgilab berayotgan bo'lsangiz, tuzalmay qanday ketasiz? O'zingiz o'ylab ko'ring. Og'riq boru, kamayib qolsa ketaversangiz. Anaqa borgandan keyin yana og'riy boshlaydi o'sha. O'shaning uchun bu yerda sabr qilib yotganingiz yaxshi. Hojonani men 23 kun davoladim, 21 kun davoladim. 23 kun deysiz. 23 kun vaqt ketdi, ha, 23 kun. Hoji akaga 10 kun vaqt ketdi. U qarab yurdi keyin. Ha, qarab. Masjidga borib kelaverdi. 10 kundan yaxshi bo'lib qoldi-da. Boshqa pullarga qilmatdi, просто borib kelaverdi. Ana shunda undan keyin mana bir oqsoqolni davoladim, 17 kunda chiqardim. Unga doktorlar почти 48 million pul so'radi. 48 million so'ragan edi o'shanga. Arzimagan pulga davolab berdim. Tushunarli-a?
agar tushunadigan bo'lsangiz, mana tushungan bo'lsangiz, mana shu yerda qilayotgan ishlarimni ko'rasiz. Mana yoningizda sherigingiz ham ayol kishi kelgan Dushanbedan, bu ham hammasini tushuntirib beradi. Bular ham endi opitniy bo'lib qoldi. Bir 8 kun, 9 kun bo'lib qoldi ularga. Bugun propiskaga o'tkazib keldim. 20 kunga yana. Bilib bo'lmaydi qachon ketishini. Qolsa ketaveradi. Shu aytayotgan gapim. Savollaringiz bo'lsa so'rang. Savol yo'q. Tushunarli, hammasi tushunarli. Salomat bo'ling. Yaxshi dam oldingizmi? Ha, yaxshi, shukr. Yana keldi, qog'ozlaringizni ko'taramiz. Isrofilova Mag'firat 71-yil, Panjikent, Tojikiston Respublikasi, Panjikent shahri. Qishlog'i nima edi? So'jina. So'jana qishloq. Kelgan vaqtingiz 10-oktyabr 25-yil. Bugun esa 21-oktyabr 25-yil. Shikoyatingiz belim og'riydi deb yozibsiz. Oyog'imga pastgacha tortib og'riydi, panjalari ham og'riydi. Son boldirlar og'riydi. Xo'p. Mana bu qog'ozlaringiz. L5 S1 da 5,6 mm grija, arqangi grija. L4 L5 da 3,8 razmerli protruziya. Zadniy grija bor ekan, protruziya bor ekan. Spondiloartroz L3 S1 da. Pravostoronniy skolyoz yozib qo'yibdi. Xulosai tashxisi tomografiya. Mana singiljon, mana sizni narsangiz, mana chiqib turibdi bo'rtib joyidan. Ko'ryapsan? Bu yerda ham ko'rinib turibdi mana. 10 kun davoladim. Davolash tortish yo'li bilan, umurtqani cho'zish yo'li bilan bo'ldi. Nima o'zgardi ishimda? O'zgarishlar yaxshi, og'riqlarim qoldi. Birinchi navbatda belim og'riydi. Beldagi og'riq yo'qmi? Yo bormi? Yo'q, qolmadi. Yo'q. Oyog'imning pastgacha tortib og'riydi degan narsalaringizdan Yo'q, qolmadi. qutildingiz. Panjalarichi? Og'rigan yo'q. Son boldirlarchi? Qoldi, hamma joyim og'riq qoldi. Yaxshi. Ha, mehnatimdan rozimisiz? Rozi. Shuncha joy bosib kelibsiz, masalan, chet davlatdan keldingiz, bizlarga chet davlatsizlar. Chet davlat. Nima emasmisiz? O'sha yoqdan kelganingizga afsusda emasmisiz? Yo'q, yo'q. To'g'ri olib kelibdimi xo'jayiningiz? Ha, to'g'ri olib kelishibdi. Xarajatingizga rozimisiz? Sizga rahmat, mehnatlaringizga rozi bo'ling. Biz minnatdor sizdan. Xo'p, sog' bo'ling. Katta rahmat sizga. Mana shuncha dardlardan qutuldik. Xarajatingizga rozimisiz? Ha, rozi biz. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi yetib oling. Endi bundayda, bu dard shunaqa, bir keladida ushlab qoladi, keyin qimirlatmay qo'yadi. Hozir men qutultirib berdim. O'zingiz og'zingiz bilan aytyapsiz shu gapni. Bundan buyog'i ehtiyot bo'lib yursangiz bo'ldi. Narsa ko'tarib qo'ymang. Tog'oralarni boshqaga ayting, shuni ko'tarish bor deng. Ayollik tirikchiligini bilaman-ku. Bunday ko'tarasiz, voy belim deysiz. Ana shunaqa narsa bo'lmay turish kerak. 1 oy 2 oy ichida qotadi bel. Ha. Mahkam qotgandan keyin asta tirikchiligingizni boshlayverasiz. Ha. 1 oy 2 oy ichida o'zingizga ehtiyot qiling. Juda ehtiyot qilish kerak. Tushunarli? Ha. Sog' bo'ling. Mayli, rahmat. Baraka toping.